realni jonimga tegdi уже borku. Qayerdagi bir TDMni T harfini bilmaydiganlar TDM tutorial chiqarib yotibdi, onasini emsin. O'shalar videosi rekti. Mana men sizlarga javob beraman. Agar mana shu videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, 100% o'pib olasiz. Ishonmasangiz videoni oxirigacha ko'ring. Mana ko'rishingiz mumkin, protivnik bizga push qilib kelmoqda. Bunaqa momentda biz konteyner orqasiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Bunaqa momentda 99% ig'roq bizga tepadan push qiladi. O'shaning uchun tepaga prep qilib otib turamiz. Qarasam, protivnikning tepadan chiqish niyati yo'q. O'shaning uchun chap tomonga otib turaman. Ko'rdinglar, protivnikka yaxshigina uron berdik. Endi unga to'g'ri push qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni default emas, u kutmagan narsa, ya'ni tepaga sakraymiz. Tepaga ham u kutmagan holatda chiqishga muvaffaq bo'ldik va menda iPad bo'lgani uchun uni harakatini 100% nazorat qilgan holda chap tomonga otib turdim. Buni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Qayerga shoshilayapsiz? Men hali videoni tugatganim yo'q. Hozir ikkinchi momentni ko'rsataman, faqat ikkinchi momentda vaziyat sal boshqacharoq bo'ladi. Ya'ni protivnik o'ng tomondan chiqadi. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Agar har kuni mana shunaqa videolarni ko'rib, o'zingizga o'pib olmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoga like va obuna tugmasini bosib, kommentariyaga aka bosing deb любой bitta kompliment yozib ketsangiz, men o'zim uchun bilib olaman. Agar mana shu video haqiqatan rekka chiqargan bo'lsa, sizlar uchun har kuni video qilishga tayyorman. Kuningiz xayrli o'tsin, salomat bo'ling.